Savol: Misrdagi Shayx Abu Ishoq qaysi mazhab olimi? Misrdagi Shayx Abu Ishoq Huvayni bu kishi ham salafiy olimlardan, hech qaysi mazhabni ushlamaydi. U kishi Amerikaga borib, Amerika institutlarida o'qib kelgan. Keyin kelib muhaddislikda o'qib, biror madrasa ko'rmasdan muhaddis bo'lib chiqqan. Alboniy rahmatullohda dars olgan ekan. Alboniy rahmatullohning shogirdlari bo'lib chiqqan. Ya'ni mukkasidan ketib dars olgan odam emas, borib eshitib darslarni kelgan odam. U kishi xuddi Mustafa Adaviyga o'xshab biron bir qarori yo'q bo'lgan odam. Ash'ari Maturidiylarni nihoyatda yomon ko'radigan va ularga o'ylamasdan tosh otadigan odamlar. Ash'ari bilan Maturidiyni o'qib ham ko'rmagan. Muhammad Abduh degan Mustafa Adaviyning bir shogirdi bor edi. Ash'ari Maturidiylarni juda yomonlar edi. O'zi katta shayx. Bir kun borib Maturidiy haqida savol bersam, bilmayman dedi. Maturidiyni o'rganmaganmisiz desam, o'rganmaganman dedi. O'rganmasdan turib tosh otadigan odamlar ular. Ash'ariyni ham o'zlarining kitobidan o'qiydi. Agar o'zlarining kitobida yaxshi degan joyi bo'lsa yaxshi deydi, yomon degan joyi bo'lsa yomon deydi. Ash'ariylarni o'zlarining kitobidan o'qimagan. Maturidiylarni ham o'z kitoblaridan o'qimagan olimlardan biri.